Hurmatli Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyiga ariza bilan murojaat qilgan nomzodlar va ularning ota-onalari. So'nggi paytlarda ayrim firibgar shaxslar o'zlarini tanish-bilish yoki yuqori lavozimli insonlar bilan aloqasi bor deb tanishtirib, moddiy manfaat evaziga nomzodni o'qishga olib kirib qo'yishni va uni hal qilib berishni va'da qilayotgan shaxslar ko'payib bormoqda. Esda tuting, litseyga qabul jarayoni faqat belgilangan tartib va qonun asosida amalga oshiriladi. Hech kim pul, tanish-bilish yoki boshqa noqonuniy yo'llar orqali o'qishga kiritib bera olmaydi. Bunday va'dalar firibgarlik va korrupsiyaning aniq ko'rinishi hisoblanadi. Firibgarlarga ishonmang, o'z mablag'ingizni begonalarga bermang. Shubhali holatlarga duch kelsangiz, darhol tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki hududiy ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz so'raladi. Unutmang, sizning farzandingizning kelajagi uning bilimi va mehnatiga bog'liq.